davlat xaridlarida ishtirok etish uchun broker sifatidami, trader sifatidami yoki tadbirkor sifatidami biron xil diplom shart emas. Siz tadbirkor bo'lsangiz, mahsulotingizni yoki xizmatingizni bemalol davlat tashkilotlariga sotsangiz bo'ladi. Bu bo'yicha biron xil diplom, biron xil litsenziya, biron xil sertifikat kerak emas. Bu bo'yicha faqatgina shu bilimni olsangiz ishlab ketavering. Elektron kommersiya, davlat xaridlari hozirgi kunda hamma narsa mana shu elektronlashyapti. Kimdir agar mana shu sohani tez o'rganib, tez sohasiga tatbiq qilsa, aniq boshqa konkurentlarga nisbatan ishi 1-2 barobariga oshadi. Davlat xaridlari bo'yicha o'qitiladigan institutlar juda ham kam miqdorda, dunyo miqyosida bu narsa juda ham kam miqdorda. Bu asosan kurs orqali o'qitiladi bu narsalar hammasi. Samouchka ham bo'lishi mumkin. Buning uchun qonunchilikda belgilangan qonun qoidalari asosida o'qib turib ishlasa mumkin. Lekin bu jarayon juda ham 1 yilgacha cho'zilishi mumkin. Agar siz buni professional birja treyderlardan, professional shu bozor ishtirokchilaridan o'rgansangiz, agar bu jarayon 1 yil emas, 1 oyga sizga upakovka qilib chiroyli tarzda yetkazib beriladi va 1 oydan keyin siz bemalol daxil ravishda ishlashingiz mumkin soha bo'yicha.